Malkolm Gladwell. Zukkolar va landavurlar. Bu foniy dunyoni adolatli deb bo'lmaydi. Negaki unda pul, hokimiyat, shon-shuhrat va omad odamlarning barchasiga teng taqsimlangan emas. Nega ayrim odamlarning hamma narsasi bor, boshqa odamlarda esa hech vaqo yo'q? Omadning sabablari faqat insonning tabiat inom etgan shaxsiy fazilatlari bilan bog'lash to'g'rimikan? Har doim mutlaqo tasodif hisoblab kelingan muvaffaqiyatlardan zamirida yotgan yashirin qonuniyatlarni kashf etgan birinchi inson Malkolm Gladwell. Bu qonuniyatlar nega aksariyat buyuk xokkeychilar faqat yanvarda tug'ilganligini va hech qachon oktyabrda tug'ilmasligini, nima uchun matematikani osiyolik talabalar boshqalardan ko'ra osonroq o'zlashtirishi, nega Nyu-York eng obro'li advokati bo'lish uchun albatta yahudiy bo'lish lozimligini tushuntirib berdi. Bu kitob Bill Geyts, Beatles va Mozart kabi shaxslarni nima bog'lab turishini hamda ular nega o'z tengdoshlaridan o'zib ketganliklarini ko'rsatadi. Zukkolar va landavurlar qanday qilib muvaffaqiyatli inson bo'lishni o'rgatuvchi qo'llanma emas, bu siz o'zingiz foydalanishingiz mumkin bo'lgan hayot qonuniyatlari olamiga zavqli bir sayohatdir.